Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar, Imom Abu Dovudda rivoyat qiladi, kimni bolasi tug'ilsa, uni o'ng qulog'iga azon aytilsa, chap qulog'iga iqomat aytilsa, Ummu Sibyonning zararidan saqlanadi degan. Ummu Sibyon degan jin bor ekanda, u shu bolalarga zarar keltirar ekan. Mana shu qulog'iga azon iqomat aytsa, shundan saqlanar ekan. Lekin mana shunga ham e'tibor qilmaymiz-da azizlar. Shu azon iqomatga ham e'tibor qilaylik. Chiroyli aytaylik. O'zi umuman azonda aytishlikda juda ehtiyot bo'lish kerak. Uni har bir harflariga, shuning uchun bir yaxshi ahli fazilga ayttirtirib, uni haqqiga duolar olib, chiroyli ism qo'yib, ismni qo'yganda ham chiroyli ism qo'yish kerak. Eshitgan odam uni dinini, uni hamma yo'g'ini bilsin. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar-ki, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum dedilar. İmam Ahmed Abi